O'zbekistonda ko'p joylarda yer qimirlashi qayd etildi. Seysmoprognostik monitoring markazi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonga ham sezildi. Yaxshigina sezildi. Epi markazda sezilish kuchi 7 ball, Surxondaryo viloyatida 5 ball, Qashqadaryo viloyatida 3-4 ball, Samarqand viloyatida 3 ball, Navoiy viloyatida 3 ball, Buxoro viloyatida 3 ball, Sirdaryo viloyatida 3 ball, Toshkent shahrida 2-3 ball atrofida. Farg'ona viloyatida ham 2-3 ball. Magnituda 6.8 bo'lgan. Chuqurligi esa 30 kilometrgacha. Tunda odamlar qo'rqqanidan ko'chalarga chiqishgan. Toshkent vaqti bilan soat 01:29 da Afg'oniston shimolida qariyb 7 magnitudali zilzila sodir bo'lgan. Albatta uning kuchi O'zbekistonga ham kelgan. Agar e'tibor berib qarasangiz, borgan sari shamol, kuchli zilzila, chaqmoq, suv toshqinlari qaysidir ma'noda ko'payib boryapti. Nimaga deb o'ylaysiz? Albatta kommentariyada o'z fikringizni chiroyli axloq bilan yozib qoldiring. Hurmatli do'stlar, kanalimizga albatta obuna bo'ling, chunki shunga o'xshagan videolar hech qaysi kanallarda chiqmaydi. Biz siz uchun hamma videolarni bitta joyga yig'ib sizga taqdim etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Navoiyliklar kechki soat 1:30 sirada yer qimirladimi? Lyustr qimirlab qo'rqib tashladimi? Kim sezdi? Siradan qimirlayaptimi? Assalomu alaykum ahli Buxoro shaharida bugun 3-noyabr soat 2larda qarab yer qimirladi. Odamlar ko'chaga yuribdi sarson bo'lib. Sizdan qimirladimi? Kim sezdi? Men bugun do'konda kechki smenada ishlaydim. Buxoroda yer qimirladi. Ehtiyot bo'lamiz.
bal bo'lib ketdi. Endi bilmadim, bizda strashniy holat yo'q, lekin Xudoga shukr, hamma tarqadi уже. Soat 1:30 kechasi. Ko'cha to'la odam, zilzila. Termiz. Yarim kechasi Termizda qattiq zilzila yuz beryapti. Bo'lganlar imkon qadar uydan tashqariga chiqib olamiz. O'rta balda bo'lyapti trishenya. Kim sezibdi Navoiyda zilzila bo'lishini? Soatimiz 1:30. Mana. Qanday ko'rsatadi? Zilzila sezganlar bormi Navoiyliklar? Qoching sarini. Mohirash odam tilpog'i. Endi mohirash zilziladan tilpog'i. Ey, varga. Shu. O'lib ketdik deb o'yladim. Boshqa o'lmagan. Birdaniga bilinmaydi bu yer qimlash. Qo'shilama tomonda. Do'stlar, hozirgina O'zbekistonda nereal yer qimirlashi, men hali umrimda bunaqa yer qimirlashini ko'rmagandim. Allohning o'zi asradi. Bilmayman necha bal bo'ldi. Endi 5 bal bo'ldimi? To'rlardan garantiya baland edi. Ukam bilan yotibmiz uyda. Bir degani u uxlayotibdi. Men endi yotganman, u qotib uxlab qolgan. Eshikni bir tegib mendan oldin deb yugurib, men esda yo'q. Yo'q, jon shirin ekanda. Yo Robbim qudratingdan. O odamda ichib haqiqatda bir hayajonlandi, chunki aytibman bunaqa ko'rmagandim. Telegram kanaldagi akalar yozyapti. Baland podpисчик va kanallar bor-ku. Yer qimladi, sezdingizmi? Aka buni sezmasdan bo'lmaydi. Uyg'otib beradi odam. Nereal. Men bunaqa ko'rmagandim. Yaxshimisizlar? Charchaysizlarmi? Qanaqa charchaysizlarmi? Til maktabda bo'lib qo'yapti. Esonomonmi hamma? Lyustralar og'ir divonlar liqillayapti-da. Ishim shkafni ushlab turibman. Shkaf onardim bo'lmasa ustimga. O'zing asra. Hammamizni boshimiz omon bo'lsin. Necha bal bo'ldi? Yo'qsizlar, bilaman. Yo'g'onib ketdilaring. Biz hozir Surxondaryoda, boshqa viloyatlar tinchmi? Bizga esam keldi. Hamma ko'chaga chiqib olgan. Zilzila yomon bo'lyapti. Ishim borku. Soat necha? 1:30 oka. Dom mana shunaqa qimirlayapti shaninglar. 2:30 oka. 12-etajdan oka. Shubatgacha yashagan uning ko'z o'ngimdan o'tib ketdi oka. Zilzilalar nimaga bo'lyapti deb o'ylaysiz? Nimaga? Yoki bu ogohlantirishmi? Nima deb o'ylaysiz?
Hurmatli do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling.